23 dekabr 2025-yil soat 19:05 da Milliy telekanalida Dushman bojalari 5 kunlik dunyo serialining ikkinchi qismi namoyish etiladi va syujet dastlabki sahnalardanoq tomoshabinni jiddiy ruhiy holatga olib kiradi. Davomiy qism voqealarni yanada chuqurlashtirib, keskinlikni saqlab qolgan holda hikoyani yangi bosqichga olib chiqadi. Ikkinchi qismda eng avvalo syujetning puxta qurilgani seziladi. Har bir epizod oldingi voqealarning mantiqiy davomi sifatida berilgan bo'lib, tasodifiy sahnalar deyarli yo'q. Qahramonlarning qarorlari ichki kechinmalar orqali ochiladi. Bu esa voqealarni yanada ishonarli qiladi. Mualliflar shoshilmay, lekin aniq yo'nalishda hikoya qilishni afzal ko'rgan. Aktyorlik ijrosi serialning eng kuchli tomonlaridan biri bo'lib qolmoqda. Qahramonlar obrazlari tabiiy, hissiyotlar sun'iy emas. Dialoglar hayotiy ohangda yozilgan, bu esa tomoshabinni voqealar ichiga yanada chuqurroq tortadi. Dushman bojalari 5 kunlik dunyo ikkinchi qismida o'zining mazmunli va jiddiy loyiha ekanini yana bir bor isbotlaydi. Bu serial shunchaki tomosha uchun emas, balki o'ylashga undaydigan, qahramonlar taqdiriga befarq qoldirmaydigan asar sifatida qiziqishni oshirib bormoqda.